نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Rasululloh siratidan darsimizni davom ettiramiz. Hijratu Toif. Toifga hijrat qilishi Rasulullohni. فلما رأى عليه الصلاة والسلام استهانة قريش به أراد أن يتوجه إلى ثقيف بالطائف يرجو منهم نصرته على قومه ومساعدته حتى يتمم أمر ربه. Payg'ambar alayhissalom Qurayshni istihana o'zi xorlash degani, Qurayshni ya'ni ozorlarini, aziyatini ko'rgan vaqtda ulardan shu qavmiga qarshi, ya'ni Qurayshga qarshi Rasulullohga yordam berishlarini umid qilib va to Robbisini buyrug'ini bajargunicha, yutammima amra robbihi, Robbisini buyrug'ini oxiriga yetkazgunicha u kishiga ko'maklashishlarini umid qilib, Toifdagi Saqif qabilasini oldiga borishni xohladi. لأنهم أقرب الناس إلى مكة وله فيهم خؤولة. Nimaga aynan Toifga, Saqifga borishni xohladi? Chunki ular Makkaga qolgan insonlardan ko'ra yaqinroq va Rasulullohning tog'alari bor edi ularning ichida. فإن أم هاشم بن عبد مناف عاتكة السلمية من بني سليم ibn Mansur. Chunki Hoshim ibn Abdumanof, ya'ni Rasulullohning o'sha bobolaridan bo'lgan Hoshimni onasi Otika Banu Sulaym ibn Mansur qabilasidan edi. Vahum hulafa'u Saqif. Bu Banu Sulaym qabilasi esa Saqifni ittifoqdoshlari edi. Shu jihatdan bog'liqligi, aloqasi bor edi ular bilan. فلما توجه إليهم ومعه مولاه زيد بن حارثة قابل رؤساءهم وكانوا ثلاثة. Ularning oldiga borganda u kishi bilan birga shu ozod qilgan qullari Zayd ibn Harisa ham birga edi. Ularning boshliqlari bilan uchrashdi Rasululloh. Boshliqlari 3 kishi edi: Abdiyolayl va Mas'ud va Habib, avladu Amr ibn Umayr al-Thaqafi. Mana shu Amr ibn Umayrni bolalari, 3 ta farzandi boshchilik qilar edi Saqif qabilasiga. Fa'arada alayhim nusratahu hatta yuaddiya da'watahu. Faraddu alayhi raddan qabihan wa lam yara minhum khayran. Ularga Rasululloh to da'vatni yetkazib bo'lgunicha yordam berishlarini taklif qildi. Ulardan so'radi. Ular bo'lsa juda ham xunuk suratda rad qilishdi. Ulardan Rasululloh biron bir yaxshilik ko'rmadi. Badbaxtligidan, ahmoqligidan juda ham xunuk suratda rad qilishdi. Wa hina idin talaba minhum alla yushi'u zalika anhu kay la ta'lama Quraysh fayashtadda azahum li'annahu ista'ana alayhim bi'adaihim. Shu paytda Rasululloh ulardan buni Quraysh bilmasligi uchun bu xabarni yoymasliklarini, tarqatmasliklarini so'radi. Quraysh bilmasligi va Qurayshni ozori yana ham kuchaymasligi uchun. Chunki Quraysh bilib qolsa, yana ham qattiqroq Rasulullohga ozor berishi mumkin edi. Chunki Rasululloh Qurayshga qarshi ularning dushmanidan yordam so'ragan edi. Saqif Qurayshga dushman edi. Falam taf'al Saqifun ma rajahu minhum alayhi salatu wassalam. بل أرسلوا سفهاءهم وغلمانهم يقفون في وجهه في الطريق ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه. Saqif Rasulullohning iltimosini bajarmadi. Balki o'zlarini qalang'i, qasang'i va yosh bolalarini yo'lda Rasulullohning qarshisida turib va u kishiga tosh otishlari uchun yuborishdi. Ya'ni toshbo'ron qilishlari uchun yuborishdi. Hatto Rasulullohni tovonlarini qonatib jarohat yetkazishdi. وكان زيد بن حارثة يدرأ عنه إلى أن انتهى إلى شجرة كرم واستظل بها. Zayd ibn Harisa Rasulullohni himoya qilar edi, toshlardan to'sar edi. Kelib keyin Rasululloh bir uzum daraxtini oldiga kelib va u bilan soyalandi. Uni soyasiga o'tirdi Rasululloh. Va kanat bijiwari bustanin li'utbata va shaybata ibnay Rabi'ata. Bu uzum daraxti Rabi'ani ikkita o'g'li Utba va Shaybalarni bog'ini ichida edi. Va huma min a'daihi. Bular ham ikkalasi ham Utba va Shayba ibn Rabi'alar ham Rasulullohning dushmanlari edi. Rasulullohga iymon keltirmagan mushriklar edi. Ammo Qurayshdan, Rasulullohning qavmidan. Va kana fil bustan, ular bog'ning ichida edilar. Fakariha Rasululloh makanahuma. Rasululloh ularni turishini yoqtirmadi. Ya'ni ularni ko'rib Rasulullohning yuragi siqildi. Chunki shamatatul a'da,
ya'ni dushmanlarni ustingizdan kulishi, sizni xorlanganingizni ko'rishi, bu yana bir qattiq azob insonga. Fada'alloha qoilan, shunda Alloh taologa mana bunday deb duo qildi. Allohumma inni ashku ilayka da'fa quwwati va qillata hilati va hawani 'alan nas. Allohim, men zaifligim va choramni yo'qligi va odamlar oldida xorlanganimni senga shikoyat qilaman. Ya arhamar rohimin, ila man takiluni, meni kimga topshirsang ham, ila aduwin yatajahhamuni, yo meni azoblaydigan dushmangami, am ila qaribin mallaktahu amri, yoki bir yaqinimga meni ishimni topshirasanmi, illam takun sakhitan alayya, agar mendan norozi bo'lmasang, fala ubali, men unga parvo qilmayman. G'ayra anna afiyataka hiya awsa'u li, lekin ofiyating men uchun keng, ya'ni ofiyatingga men ham sig'aman inshaalloh, ofiyatingni so'rayman. A'udhu bi nuri wajhikal karim alladhi adaa'at lahu as-samawati wal ard wa ashraqat lahu adh-dhulumatu wa salaha alayhi amru ad-dunya wal akhirah an tuhilla alayya ghadabak aw tunzila alayya sakhatak. Men osmon va yerni yoritgan va butun zulmatlarni yoritgan, dunyo va oxirat ishini o'nglagan muborak yuzingning nuri bilan menga g'azabing tushishidan yoki mendan norozi bo'lishingdan panoh tilayman. Valakal utba hatta tardo, va har qancha koyishga haqqing bor, to rozi bo'lguningcha. Har qancha koysang ham rozi bo'lsang bas. Vala havla vala quvvata illa bik, butun kuch quvvat faqat senda. فلما رآه ابن ربيعة رقى له وأرسل إليه بقطف من العنب مع مولى لهما نصراني اسمه عداس. Rabi'ani bolalari Rasulullohni bu ahvolda ko'rganda rahmi keldi va o'zlarini bir nasroniy Addos ismli qullari bilan bir shingil uzum yuborishdi. فلما ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل قال بسم الله الرحمن الرحيم. Rasululloh yeyishni boshlaganida uzumni bismillahir rohmanir rohim dedilar. فقال عداس هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. Addos aytki, bu gapni mana bu shahardagilar aytmaydi. Ya'ni bu yurtliklar bu gapni bilmaydi. Sen qayerdan aytyapsan buni? فقال عليه الصلاة والسلام من أي البلاد أنت وما دينك. Sen o'zing qaysi shahardansan? Dining nima dedi? Faqala nasroniyun min Naynava. U men nasroniyman, Naynavo shahridanman dedi. Bu Naynavo Iroqdagi bir shahar, Dijlani qirg'og'idagi bir shahar. Faqala lahu alayhi salatu vassalam min qaryati ar-rajuli solih Yunus ibn Matta. Solih kishi Yunus ibn Mattoni shahridanmi? Ya'ni Yunus alayhisalomni aytayapti. Qala va ma ilmuka bi Yunus? Yunusni qayerdan taniysan deganda فقرأ له من القرآن ما فيه قصة يونس. Rasululloh Qur'ondagi Yunus alayhisalomning qissasi bor surani tilovat qilib berdi unga. فلما سمع ذلك عداس أسلم وأتى جبريل برسالة من الله جل ذكره. Addos buni eshitganda musulmon bo'ldi va Jabroil alayhisalom Alloh taolo tomonidan bir xabar olib keldi. Va aytdiki, innalloha amarani an uti'aka fi qawmika lima sana'uhu ma'aka. Alloh taolo qavmingiz sizga qilgan mana bu qilmishi uchun qavmingiz borasida sizga itoat qilishimni menga buyurdi. Ya'ni menga nima buyursangiz qilaman shuni. Agar ularni halok qilish, ularni vayron qilish, yo'q qilishni buyursangiz qilaman. Nimaga? Qilgan sizga qilgan mana bu jirkanch ishlari uchun. Faqala alayhisolatu vassalam, shunda Rasululloh aytdilarki, Allohumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Allohim qavmimni o'zing hidoyatlagin, chunki ular bilmaydi. Bilmasdan qilyapti ular. Va yana boshqa bir rivoyatda keladi, tog'lar farishtasini yuboradi, kelib turib Rasulullohga aytadiki, shu ikkita tog'ni, Makkani ikkita chekkasida turgan ikkita Axshabayn tog'ini xohlasangiz Makkani ustiga shunday yopib qo'yaman dedi. Shunda Rasululloh, men bularning avlodlaridan yolg'iz Alloh taologa hech narsani sherik qilmasdan ibodat qiladigan muvahhidlarning chiqishini, Alloh taolodan chiqarishini umid qilaman dedi. Ya'ni bular bo'lmasa, bularning avlodidan inshaalloh chiqadi. Shunda Jabroil alayhissalom aytdiki, sadaqa man sammaka ar-raufur rahim. Sizni mehribon va rahimli degan zot rost aytgan ekan. Haqiqatda Rasulullohning bu rahm shafqati. O'ylang, agar shunaqa holat bo'lib qolsa o'zingizda, bilasizda to'g'rimi nima qilishdi. Lekin haqiqiy insonlarga xayrixoh, nasihatgo'y, samimiy inson
Rasulullohning izidan boradigan da'vatchi unaqa bo'lmas ekanda. U odamlarga xayrixoh bo'lar ekan. Yani ustozlarimizni biri aytganlaridek aytadilar-ku, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Sizni hidoyatlanishingizni xohlaymiz. Agarchi siz bizni yomon ko'rsangiz ham, agarchi ursangiz ham, so'ksangiz ham, agarchi bizni yomon ko'rsangiz ham, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Biz sizni hidoyatlanishingizni xohlaymiz deydilar-ku. Qasoskor bo'lmas ekan da'vatchi. Balki xayrixoh bo'lar ekan, samimiy bo'lar ekan. Yana qarang, payg'ambarlarning hammasida buni topishingiz mumkin. Alloh taolo Muso bilan Harun alayhissalomlarni Firavnning oldiga yuborganda nima dedi? Izhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yazakkaru aw yakhsha. Firavnga borib, eng katta tog'iy, eng katta zolim ham o'zini xudoman deb e'lon qilgan. Shunga borib yumshoq, muloyim gapiringlar deyapti Alloh taolo. Amirlarning biriga bir ahli ilm kirib juda ham qattiq qo'pol gapirib da'vat qilganda, haligi amir aytgan ekan, ustoz sal yumshoqroq gapiravering. Siz Musodan afzal emassiz, men Firavnchalik yomon emasman degan ekan. Ana shunday da'vatchi mehribon Rasululloh mana Raufur Rahim deyapti. Azizun alayhi ma anittum, harisun alaykum bil mu'minina Raufur Rahim. Sizlarning qiynalishlaring unga og'ir deyapti va mu'minlarga haris. Nima qilsa-yu shu bir ularni baxt saodatga erishishiga sababchi bo'lib qolsa, to'g'ri yo'lga kirishiga, hidoyatlanishiga sababchi bo'lib qolsa. ولما كان بنخلة وفد عليه نفر من الجن يستمعون القرآن وهم ممن ينتمون إلى موسى صلوات الله عليه. Rasululloh Naxla degan joyga yetib kelganida, bu Makkadan bir kechalik masofadagi shahar ekan. Makkadan bir kechalik masofadagi joy ekan. Ana shu Naxla degan joyga kelganida bir nafar jinlar u kishini oldiga kelib Qur'on eshitishdi Rasulullohdan. Bular Muso alayhisalomga mansub edilar, ya'ni Muso alayhisalomning diniga ular e'tiqod qilar edi. فلما سمعوه أنصتوا له ورجعوا إلى قومهم منذرين وأبلغوهم خبر رسول الله. Eshitishganda unga quloq solib turishdi va keyin borib qavmlarini ogohlantirishdi va Rasulullohning xabarini ularga yetkazishdi. Va fihim nazala fi suratil ahqaf. Ular haqida Ahqof surasidagi mana bu oyat nozil bo'ldi. Va id sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Biz sizga bir toifa jinlarni Qur'on eshitishlari uchun yubordik. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Hozir bo'lganlarida ular bir-birlariga quloq berib tinglang deyishdi. Falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin. Tilovat qilib bo'lingach, qavmlariga ogohlantiruvchi bo'lgan hollarida qaytishdi. Qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Qavmlariga borib aytishdiki, ey qavmimiz, biz Musodan keyin musaddiqan lima bayna yadayhi, o'zidan oldingi kitoblarni tasdiqlovchi, yahdi ilal haq, haqqa va to'g'ri yo'lga hidoyatlovchi bir kitobni eshitdik. Ya qavmana ajibu da'iyalloh. Ey qavmimiz, bu Allohga chaqirayotgan da'vatchini da'vatiga ijobat qiling. Va aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum va yujirkum min azabin alim. Va unga iymon keltiring. Shunda Alloh sizlarning gunohlaringizni kechiradi va sizni alamli azobdan qutqaradi. Va man lam yujib da'iyalloh falaysa bimu'jizin fil ard. Kim endi Allohning da'vatchisiga quloq tutmasa, u yerda Allohning azobidan qochib qutula olmaydi. Va laysa lahu min dunihi awliya. Va unga Allohdan boshqa yordamchi ham yo'q. Ulaika fi dalalin mubin. Ana o'shalar ochiq zalolatdagi kishilardir. Mana shu oyatlar nozil bo'ldi. Vaqad qassallohu qissatal jin bi'ibaratin atwala fi suratin summiyat bismihim. Alloh taolo bu jinlarning qissasini, ya'ni ham kengroq so'zlar bilan, ularning nomi bilan nomlangan surada aytib berdi. Avvaluha, mana jin surasi bor. Bu suraning boshi mana bunday deb boshlanadi. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ayting, ya'ni Alloh payg'ambar alayhisolamni buyuryapti. Ayting, menga jinlarning bir toifasi Qur'onni eshitganligi vahiy qilindi. Demak, jinlarning kelganini Rasululloh vahiy orqali bilganlar. Va ular aytishdiki, biz ajoyib bir Qur'onni eshitdik. Yahdi ila rushdi. To'g'ri yo'lga hidoyatlaydigan ajoyib bir Qur'onni eshitdik. Fa amanna bihi, va unga iymon keltirdik. Va lan nushrika bi robbina ahada. Robbimizga biz hech narsani sherik qilmaymiz deydi. Mana jinlar kelib birinchi Rasulullohga iymon keltiryapti. Qarang,
Alloh taoloning fazli, Alloh taoloning tavfiqi. Rasulullohni o'zini qavmidan oldin Rasululloh Saqif qabilasini oldiga bordi. Oyog'ini tagiga keldi hidoyat. Bu insonning o'zini badbaxtligi ekanda. Oyog'ingiz tagiga kelganda undan yuz o'girishingiz, undan qochishingiz mana bu haqiqiy insonning badbaxtligi. Va bu jinlarda iymon keltirishligi, tepada addosda iymon keltirishligi Rasulullohni ancha ko'nglini ko'tardi. Qarang, necha yildan berida 10 yil bo'lyapti. Vahiy boshlanganiga 10 yil bo'lyapti. Rasululloh 10 yildan beri qavmini da'vat qilyapti. Oz sonli odamlar iymon keltirdi. Va kamiga tamoman Qurayshdan umidini uzib boshqa qabilalarga o'tyapti. Borib ulardan mana bunaqangi jirkanch, ahmoqona javobni ko'rganda yana ham qattiq ko'ngli siqilyapti. Shuning uchun Oysha onamiz Rasulullohdan eng qiynalgan, g'amga botgan kunlaringiz bo'lganmi deb so'raganda Rasululloh ayni mana shu voqeani, qissani aytib beradi. Qavmingdan umidimni uzib o'sha Saqifga, Toifdagi Saqif qabilasiga borganimda ularni qilgan ishidan ko'rib haqiqatda yuragi qattiq siqilgan. Umidi uzilib qolay degan, hatto tushkunlikka tushib qolgan. Shunda Alloh taolo u kishini ko'nglini ko'tarish va umid uyg'otish uchun mana shu birinchi Addos iymon keltirdi, orqasidan jinlar, keyin tog'lar farishtasi keldi. Qarang, Rasulullohning g'ami nimada? Odamlar iymon keltirmaganligi uchun g'am qilyapti Rasululloh. Eng og'ir kuningiz, o'ylang, nima bo'lgan? Qaysi kuningiz bo'lgan? Puldan qiynalib qolgan kuningiz, yuzga bir non topib kelishga qiynalib qolgan kunlaringiz. Bizdan so'ralsa shuni aytamizda. Yoki og'ir bir kasallikka chalingan kuningiz. Lekin Rasulullohning eng og'ir kuni qaysi kun? Odamlarni iymon keltirishidan umidi uzilib qolgan kun. Mana shu kuni Rasululloh o'lib tirilyapti. Mana shu kuni tushkunlikka tushyapti, qayg'uga botyapti. Qolgan narsalar uchun qayg'uga botmagan Rasululloh. Eng og'ir kuningiz qaysi desa aytmayapti Rasululloh. Farzandlarim vafot qilgan kun yoki ayoli Xadicha onamiz vafot qilgan kun demayapti. Chunki ular o'tkinchi. Ozgina sabr qilsa o'tib ketadi. Va bu dunyoda shu dunyoni o'zida qolib ketadi. Dinning g'ami birinchi o'rinda bo'lishligi kerak. Dinimizning g'ami. Shuning uchun hatto mana Badr jangida hali keladi u qissa ham inshaalloh. Badr jangi boshlanganda Rasululloh chodirlariga kirib, shunaqa qattiq, shunaqa bir jazava bilan, iztirob bilan Alloh taologa duo qiladi. Bu ham nimadan? Rasulullohning nazdida dinni qadri qanchalik balandligidan. Dinga bo'lgan g'ami Rasulullohning balandligidan. Hatto shu darajada duo qilib aytadiki, Allohim, agar mana shu Badr jangiga chiqqan shu guruhni, mana shu 313 ta sahobani agar halok qiladigan bo'lsang, qaytib yer yuzida senga ibodat qilinmaydi deyishgacha boradi. Ridolari yelkasidan tushib ketadi qo'llarini baland ko'targanidan. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu ridolarini olib yelkalariga tashlab, Alloh duoingizni qabul qiladi inshaalloh deb sokinlashtiradi Rasululloh. Tasalli beradi Rasululloh. Bu ham nimadan? Dinni Rasululloh shunchalik qattiq g'am qilganligidan. Xo'p, al-ihtimau bil Mut'im ibn Adi. Mut'im ibn Adining himoyasi ostida Makka ga kirish. ولما رجع عليه السلام من الطائف هكذا لم يتمكن من دخوله مكة لما علمه كفار قريش من أنه توجه إلى الطائف يستنصر بأهليها عليهم. رسول الله طائفتان mana bu holatda qaytgach Makkaga kira olmadi. Quraysh Toif ahlidan Qurayshga qarshi yordam so'ragani borganligini bilganligi uchun Makkaga kira olmadi. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف يخبره أنه سيدخل مكة في جواره. Shunda Mut'im ibn Adiga uni himoyasi ostida Makkaga kirishini so'rab Rasululloh odam yubordi. Fa ajaba ila zalika. Mut'im ibn Adi buni qabul qildi. Himoyasiga oldi Rasulullohni. Va tasallaha huwa va banuhu va tawajjahu ma'a Rasulillahi ila al-mataf. O'zi va bolalari qurollarini taqib bellariga Rasululloh bilan Matof, ya'ni Ka'baga, tavof qilinadigan joyga borishdi. Faqala lahu ba'dul mushrikin amujirun anta am tabi'. Mushriklarning ba'zisi undan so'rashdi, himoyachimisan yo tobimisan? Uni diniga o'tib ketdingmi? Faqala u bal mujirun. Himoyachiman dedi, himoyamga oldim. Qalu idan la tughfaru zimmatuk. Unda seni himoyang buzilmaydi, bekor qilinmaydi dedi. Ya'ni qabul qilishdi. Ana Rasululloh mushrikning himoyasidan foydalanyapti.
Demak, mushrikdan yordam olishlik bu harom emas dinimizda. Bu bilan muomala qilishlik. Bu hatto mana shu yaxshiligini Rasululloh keyinchalik unutmaydi. Mutim ibn Adiyning o'g'li Jubayr ibn Mutim Badrda asir tushganlar borasida o'zini o'sha asirini, o'zini bir qarindoshini qutqarish uchun borganida Rasululloh aytadi, agar otang Mutim ibn Adiy tirik bo'lganida va mendan shu asirlarni ozod qilishimni iltimos qilganda hammasini ozod qilib yuborgan bo'lardim deydi. Nima uchun? Mana shu Toifdan qaytganda Rasulullohga yaxshilik qilgani uchun. Shuning uchun Rasululloh o'zi vafotlaridan oldin sahobalarni hammasini to'plab aytadilar, bizga kim yaxshilik qilgan bo'lsa, yaxshiligini yo misli yoki oshig'i bilan qaytardik deydi. Faqat Abu Bakrni deydilar. Abu Bakrning yaxshiligini haligacha biz qaytara olmadik deydilar. Hatto mushrik bo'lsa ham yaxshiligini qaytargan Rasululloh. Kofir bo'lsa ham uni yaxshiligini unutmagan Rasululloh. Mana shulardan biri misol uchun aytadigan bo'lsak, amakilar Rasulullohning amakisi Abbos hijrat qilganda, Madinaga hijrat qilib borganida u kishi baquvvat inson bo'lgan. Hech kimni kiyimi to'g'ri kelmagan u kishiga. Bitta Abdulloh ibn Ubay, eng katta munofiq, ashaddiy munofiq. Abdulloh ibn Ubayning kiyimi to'g'ri keladi. Abdulloh ibn Ubay kiyimini berib turadi Rasulullohning amakisiga. Mana shu yaxshiligini ham Rasululloh hatto qarindoshlariga qilingan yaxshilikni ham javobsiz qaytarmagan. Abdulloh ibn Ubay o'lganida o'g'li Abdulloh, otasini ham o'g'li Abdulloh, o'g'lini ham ota Abdulloh. O'g'li Abdulloh kelib Rasulullohdan kiyimini so'raydi, otasini kafanlash uchun. Rasulullohning kiyimida kafanlanishlik, chunki bu obro' bo'lgan. Rasululloh kiyimini rad qilmasdan beradi. Munofiqqa beryapti. Vaholanki Rasulullohning kiyimida kafanlanish har bitta mo'minning orzusi bo'lgan. Chunki bu karomat, Rasulullohning kiyimida kafanlanishlik karomat bu. Xo'p, vafdu Davsin. Davs qabilasini kelishi, delegatsiyasi dediga. وقدم على رسول الله وهو مكة الطفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة دوس عشيرة أبي هريرة الصحابي الشهير. رسول الله مكة daligida mashhur sahoba Abu Hurayra radhiyallohu anhu ni qabiladoshi, ya'ni Davs qabilasidan bo'lgan Tufayl ibn Amr keldi. وكان الطفيل شريفا في قومه شاعرا نبيلا. Tufayl qavmini sayyidi va buyuk shoir inson edi. فلما قرأ عليه القرآن أسلم. Rasululloh unga Qur'on o'qib berganida musulmon bo'ldi. فقال له رسول الله اذهب إلى قومك فادعوهم إلى الإسلام. Rasululloh unga qavmingga borib, qavmingni islomga da'vat qil dedilar. ودعا لهم رسول الله فقال. Va Rasululloh ularning haqiga, ya'ni qabilasini haqiga duo qildilar. Aytdilarki, Allohumma hdi Davsan wa'ti bihim. Allohim Davsni o'zing hidoyat qilgin va ularni olib kelgin. فتوجه إليهم الطفيل ودعاهم فآمن بدعوته كثير منهم. Tufayl ularning oldiga borib da'vat qildi va uning da'vati sababli ularning ko'pi musulmon bo'ldi. وستأتي وفادته على الرسول مرة ثانية بقومه في المدينة. Rasulullohga yana bir bor qavmi bilan birga Madinaga kelishi quyida aytiladi inshaalloh. Qissasi ma'lum. Kelgan paytida Quraysh kattalari unga maslahat berishadi. Ichimizda bir Muhammad degan bir odam chiqqan, aynigan g'alati narsalarni gapiryapti. Bir sehrgar deydi. Uni gapini eshitib sehrlanib qolyapti odamlar. Shuning uchun ehtiyot bo'l undan deyishganda qulog'iga paxta tiqib yuradi. Keyin o'ziga o'zi aytadi, men bir sayyid odam bo'lsam, shoir bo'lsam, so'zni yaxshi yomonini, to'g'ri noto'g'risini ajrata olsam, nimaga birovlarning gapiga quloq solishim kerak deb paxtani olib tashlaydida eshitib ko'radi. Eshitganda darrov qalbiga o'tiradi Qur'on. Qur'on ana shunday ularni qalbiga taqillatmasdan kirib borganda. Shuning uchun bitta eshitishda o'zi mahliyo bo'lib qolgan. U iymon keltirmagan nargi mushriklar ham haqligini bilib, Qur'onni to'g'riligini eshitib ko'rib, ularga eshitishi bilan bu haq bayon bo'lgan o'zi asli. Shuning uchun haq bayon bo'lgandan keyin ham ular yuz o'girgan bundan. Shunday bo'lsa ham ba'zida yashirincha borib eshitib kelishardi Qur'onni. Yoqqanidan quloqlariga. Keyin Qur'onni eshitganda qalbiga o'tiradi va musulmon bo'ladi. Tufayl ibn Amr radhiyallohu anhu. Xo'p, al-Isro wal Mi'raj. Isro va Mi'raj voqeasi. Va qabla al-hijrati akramahullohu bil Isro wal Mi'raj. Hijratdan oldin Alloh taolo u kishini Isro va Mi'raj bilan siyladi, sharaflantirdi. Amma al-Isro fa huwa tawajjuhuhu laylan ila Baytul Maqdis bi Iliya va ruju'uhu min laylatihi. Xo'p, Isro Mi'raj ikkalasining ma'nosi boshqa-boshqa. Isro nima degani? O'zi asro yusri af'ala yuf'ilu fe'lidan olingan. Tunda sayr qilish degani. Asro degani tunda sayr qilish yoki sayr qildirish.
Bu kechasida Rasulullohni o'sha Iliyodagi, ya'ni Yerusalimdagi Baytul Maqdisga borib va o'sha kuni kechasi qaytishligi. Va ammal mi'roj fa huwa su'uduhu ila al-alamil ulwi. Mi'roj bo'lsa bu osmonga Rasulullohni chiqishligi. Alamul ulwi ya'ni yuqori olamga. Vaqad qala jumhur ahli sunnah anna zalika kana bi jismihi sharifi. Ahli sunna val jamoani aksar ahli ilmlari bu Rasulullohning muborak jismlari bilan bo'lgan deyshadi. Ba'zilar o'sha ruhi bilan, faqat ruhi jismi bilan emas, ruhi bilan tushida bo'lgandek xuddi bo'lgan deyshadi, lekin zohiri shu ham ruhi ham badani bilan bo'lgan. Va kanat Aisha radhiyallohu anha tamna'u ru'yata Rasulillahi robbahu. Oysha onamiz Rasululloh Robbisini ko'rganini inkor qilar edi va aytar ediki: "Man qala inna Muhammadan ra'a robbahu faqad a'zama al-firyata 'ala Allah." Kim Rasululloh Robbisini ko'rdi desa, Alloh haqida katta tuhmat, bo'xton to'qibdi derdi. Bu endi ahli sunna o'rtasidagi ixtilofli masala. Rasululloh o'sha Mi'rojga chiqqanida Robbisini bevosita o'z ko'zi bilan ko'rganmi, ko'rmaganmi? Ba'zilar ko'rgan deydi, ba'zilar ko'rmagan deydi. Ahli sunnaning o'rtasidagi aqidaviy ixtilofli masala. Buni endi aqida kitoblarida batafsil o'rganiladi. Rojihi, bu dunyoda hech kim bu dunyo ko'zi bilan Alloh taoloni ko'ra olmaydi. Chunki Rasululloh o'zlari ham aytganlar, Robbingizni ko'rdingizmi deb so'rashganda, anna ara nurun anna ara deganlar. Hamma yoq nur edi, qanday ko'raman deganlar. Mana bu gaplari ham ochiq. Ibn Abbos radhiyallohu anhu ko'rgan deydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mazhabi bu. Demak, sahobalar o'rtasida o'zi ixtilof bor. Xo'p, val Isro mazkurun fil Qur'anil Karim. Isro Qur'on Karimda zikr qilingan. Qala ta'ala fi awwali suratil Isro. Alloh taolo Isro surasining boshida aytadi: Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harom ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Bandasini tunda Masjidul Haromdan biz uni atrofini muborak qilgan Masjidul Aqsoga oyatlarimizni ko'rsatish uchun sayr qildirgan Alloh pok, barcha ayb va nuqsonlardan pok. Innahu huwas samiul basir, u ko'ruvchi, eshituvchidir. Amma al-mi'raj faqad warada fi sahih as-sunnah. Mi'raj bo'lsa sahih sunnatda kelgan va asahhu ahadithihi ma rawahu ash-shaykhan ونقله القاضي عياض في شفائه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبو haqidagi hadislarning eng sahihi Shayxon, ya'ni Buxoriy Muslim rivoyat qilgan va Qozi Iyoz uni Shifo kitobida Anas ibn Malikdan naql qilgan mana bu hadis. Anas ibn Malik aytadilar, Rasululloh aytdilar: "Utitu bil buraqi." Utitu ya'ni menga olib kelindi. Menga buroq olib kelindi. Mana buroq nimaligini qavuschida aytib ketyaptilar. Va huwa dabbatun fawqa al-himari wa duna al-baghli yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Bu eshakdan kattaroq, xachirdan kichikroq bir jonivor. Tuyog'ini ko'zi yetgan joyga qo'ya oladi. Qola Rasululloh aytdilarki: "Farakibtuhu hatta ataytu Baytul Maqdis." Uni minib Baytul Maqdisga keldim. Farabattuhu bil halqati allati tarbitu biha al-anbiya. Payg'ambarlar unga bog'lagan halqaga uni bog'ladim. Thumma dakhaltul masjida fa sallaytu fihi rak'atayn. Masjidga kirib 2 rakat namoz o'qidim. Thumma kharajtu. So'ng chiqdim. Fatani Jibrilu bi ina'in min khamrin va ina'in min laban. Jabroil menga bir idishda sharob, bir idishda sut olib keldi. Faxtartul laban. Men sutni tanladim. Faqala Jibril aytdilarki: "Ixtartal fitra." Fitratni, ya'ni sog'lom fitratni, ya'ni islomni tanladingiz dedi. Summa urija bina ila as-sama. So'ng birgalikda osmonga chiqdik. Fastaftaha Jibril osmon eshigini taqillatdi. Ya'ni istaftaha bu istifol vazni talabga dalolat qiladi. Ya'ni talabal fath, ochilishini talab qildi. Faqila unga man anta, sen kimsan? Qala Jibril man. Qila va man ma'ak, yoningdagi kim? Qala Muhammad. Qila va qad bu'itha ilayhi, u payg'ambar qilib yuborilganmi? Qala qad bu'itha ilayhi, ha, unga payg'ambarlik yuborilgan deb javob berdi. Fa futiha lana, eshik ochildi. Fa iza bi Adamu farahhaba bi va da'a li bi khayrin. Qarasam, iza mana mufajaa bo'lyapti. Odam alayhisalom bor edi. U kishi meni marhabo deb kutib oldi va meni haqimga yaxshilik tilab duo qildi. Demak, birinchi osmonda kimni ko'ryapti? Odam alayhisalomni ko'ryapti. Va mana bu savol-javoblar Jibril alayhissalom bilan eshigi uni taqillatilishi, ichkaridan turib ochilishi, koinotni ishlari qanchalik intizom bilan, tartib bilan yurishini ko'rsatadi. Hammasi qarang, nima ustiga qurilgan? Tartib, intizom ustiga qurilgan. Shahar bedarvoza emas deydi-ku. Bu koinotning bir nima boshqaruvchisi bor.
yaratuvchisi bor. Thumma urija bina ila as-sama'i ath-thaniya. Keyin ikkinchi osmonga chiqdik. Fastaftaha Jibril. Jibril taqillatdi. Faqila man anta? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Qala Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilayhi? Qala qad bu'itha ilayhi fafutiha lana. O'sha yuqoridagi gap so'zlardan keyin, savol javoblardan keyin eshik ochildi. Fa iza ana bibnayil khala Yahya va Isa ibn Maryam. Qarasam, xolavachchalar Yahyo va Iso ibn Maryamlar o'tirishgan ekan. Farahaba bi, ular meni chiroyli kutib olishdi va meni haqimga duo qilishdi. Thumma urija bina ila as-sama'i ath-thalitha fa zakara mithla al-awwal. Uchinchi osmonga chiqdik va avvalgiga o'xshagan gap so'zlar, savol javoblar aytildi. Fa futiha lana va iza ana bi Yusuf. Eshik ochildi, qarasam Yusuf alayhisalom turibdi. Va idha huwa qad u'tiya shatr al-husn. U kishiga chiroyni yarmi berilgan ekan. Farahaba va da'ali bi khayrin. Kutib oldi va meni haqimga yaxshilik tilab duo qildi. Thumma urija bina ila as-sama'i ar-rabi'a fa zakara mithlahu. To'rtinchi osmonga chiqdik va yana yuqorida aytilgan gaplarni aytdilar Rasululloh. Fa iza ana bi Idrisa farahaba bi va da'ali bi khayrin. Qarasam Idris, u kishi ham chiroyli kutib olib meni haqimga duo qildi. Qala ta'ala fi surati Maryam. Alloh taolo Maryam surasida Idris alayhisalom haqida aytadi: "Va rafa'nahu makanan 'aliyya." Uni biz oliy maqomga ko'tardik. Thumma urija bina ila as-sama'i al-khamisa. 5-chi osmonga chiqdik. Fa zakara mithlahu fa iza ana bi Haruna. Harun alayhisalom bor edi. Farahaba bi va da'ali bi khayrin. Thumma urija bina ila as-sama'i as-sadisa. 6-chi osmonga chiqdik. Fa zakara mithlahu fa iza ana bi Musa farahaba bi va da'ali bi khayrin. 6-chi osmonda Musa alayhisalomni ko'rdi. Thumma urija bina ila as-sama'i as-sabi'a fa zakara mithlahu fa iza ana bi Ibrohima musnidan zahrahu ila al-bayt al-ma'mur. 7-chi osmonga chiqqanimizda Ibrohim alayhisalom belini Baytul Ma'murga suyab o'tirgan edi. Baytul Ma'mur bu osmondagi Ka'ba. Yani shu yerdagi Ka'ba bilan bir xil joylashish o'rni. Ayni shu yerdagi Ka'bani to'g'ri tepaga chiqsangiz, 7-osmonda osmondagisi bor. Buni Baytul Ma'mur deb nomlanadi. Ya'ni Ma'mur o'zi obod degani, ya'ni obod qilingan degan ma'noda. Pastdagini Baytul Harom deyiladi, yuqoridagisini Baytul Ma'mur deyiladi. Va idha huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilayhi. Bu Baytul Ma'murga har kuni 70,000 farishta kirar edi va to qiyomatgacha qaytib kirishmasdi. Va to qiyomatgacha qaytib kirishmaydi. Demak, kuniga 70,000 farishta tavof qiladi uni. Va qiyomatgacha navbat kelmaydi qaytib tavof qilishlikka. Bu farishtalarning qanchalik ko'pligini ko'rsatadi. Alloh taoloning hikmati, irodasi, yani osmonda ham xuddi o'sha yerdagi Ka'bani osmonda ham yaratishni xohladi Alloh taolo va u yerda ham yerdagisini insonlar tavof qilsa, osmondagisini farishtalar tavof qiladi. Thumma zahaba bi ila sidratil muntaha. So'ng meni Sidratul Muntahoga olib bordi Jibril. Fa iza awraquha ka'azanil fila. Sidratul Muntaha bu daraxt. Osmondagi o'sha daraxt. Sidro o'zi sidr deb turib, dunyoda ham o'sha sidr daraxti bor. Muntaha tugash degani, oxiri, nihoya. Barglari xuddi, ya'ni bu Sidratul Muntahoni Rasululloh mana ko'rgan bo'lsalar, o'sha Rasulullohdan eshityapmiz buni qanaqaligini, boshqa xabar yo'q bu haqda. Barglari filni quloqlariday va iza samaruha kalqilal. Mevalari bo'lsa xuddi qulladay, ya'ni katta meshday. Qilal qullani jami. Meshday. Falamma ghashiyaha min amri robbi ma ghashiyaha taghayyarat. Ya'ni Robbimning buyrug'i uni o'raganda, qamraganda u o'zgardi. Fama ahadun min khalqillahi yastati'u an yan'itaha min husniha. Uni shunchalik go'zalligidan Allohning bandalaridan hech kim sifatini aytib bera olmasdi. Min husnihadagi min bu sababiyya. Minni ma'nolari ko'p. Shu ma'nolardan biri sababiyya. Go'zalligi sababli. Misol uchun maridtu minal bard desiz, sovuqdan kasal bo'ldim, ya'ni sovuq sababli kasal bo'ldim degan ma'noda. Fauhallohu ilayya ma auha fa farada alayya va ala ummati 50 salatan fi kulli yawmin va layla. Alloh menga o'zi vahiy qilishni xohlagan narsalarini vahiy qildi va menga va ummatimga bir kecha bir kunduzda 50 vaqt namozni farz qildi. Fanazaltu ila Musa. Musa alayhisalomning oldiga tushdim. Yani qaytayotganda o'sha osmonlardan qaytgan va o'sha payg'ambarlar bilan ko'rishgan. Faqala ma farada robbuka ala ummatik. Musa alayhisalom Robbingiz ummatingizga nimani farz qildi deb so'radi. Qultu 50 salatan, 50 vaqt namozni. Qala irji' ila robbika fasalhu at-takhfif fa inna ummataka la yutiquna zalika.
Shunda Robbingiz oldiga qaytib, undan yengillatishini so'rang, chunki ummatingiz bunga toqat qila olmaydi dedi. Fa inni qad balawtu bani Isroila qablaka va khabartuhum. Chunki men sizdan oldin Banu Isroilni sinab imtihon qilib ko'rdim dedi. Sinab ko'rdim deyapti-da. Qala faraja'tu ila robbi va qultu lahu ya robbi khaffif an ummati fa hatta anni khamsan. Robbimning oldiga qaytdim va unga ey Robbim, ummatim uchun yengillat dedim. Shunda 5 vaqtini olib tashladi. Faraja'tu ila Musa, yana Musa alayhisalom oldiga qaytdim fa qultu hatta anni khamsan. Mendan 5 tasi olib tashlandi dedim. Qala inna ummataka la yutiquna zalika farji' ila robbika fasalhu at-takhfif. Ummatiz bunga kuchi yetmaydi, Robbiz oldiga qayting va undan yengillatishini so'rang dedi. Qala falam azal arji'u bayna robbi ta'ala va bayna Musa hatta qala subhanahu. Shunda men Robbim bilan Musa alayhisalom oldida borib kelib, hatto oxiri Alloh taolo aytdiki: "Ya Muhammadu, innahunna khamsu salawatin kulla yawmin wa laylatin likulli salatin 10, fatilka 50 salatan. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئا ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة." Ey Muhammad, bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz, har bir namozga 10 ajr, mana shu hammasi bo'lib 50 vaqt namoz bo'ldi mana. Demak 5 vaqt namozga 50 vaqt namozni ajri. Kim bir yaxshilikni niyat qilib uni qilmasa, unga bitta yaxshilik yoziladi. Kim bir yaxshilikni niyat qilib so'ng uni qilsa, unga 10 ta yaxshilik yoziladi. Kim agar bir gunohni qasd qilib uni qilmasa, hech qanaqa gunoh yozilmaydi. Kim bir gunohni qasd qilib uni qilsa, unga bitta gunoh yoziladi. Qala fanazaltu hatta intahitu ila Musa fa akhbartuhu. Rasululloh aytadilar, men qaytib yana Musa alayhisalomning oldiga kelib, buni xabar berdim. Faqala irji' ila robbika fasalhu at-takhfif. Musa alayhisalom yana Robbiz oldiga qaytib borib undan yengillatishini so'rang dedi. Faqultu qad raja'tu ila robbi hatta istahyaytu. Men aytdimki, Robbimning oldiga shuncha qaytib bordim, endi uyalaman dedim. Thumma raja'a alayhisolatu vasallam min laylatihi. So'ng Rasululloh o'sha kuni kechasi yana Makka ga qaytdilar. Falamma asbaha ila nadi Quraysh faja'a ilayhi Abu Jahl ibn Hisham فحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى له فقال أبو جهل يا بني كعب بن لؤي هلموا فأقبل عليه كفار قريش فأخبرهم الرسول الخبر فصاروا بين مصفق وواضع يده على رأسه تعجبا وإنكارا. رسول الله tongda Quraysh yig'ilib o'tiradigan Quraysh yig'iniga bordi. Abu Jahl ibn Hisham uni oldiga kelganida Rasululloh unga shu kechasi bo'lgan voqealarni aytib berdi Abu Jahlga. Abu Jahl aytdiki, Banu Ka'b ibn Lu'ay kelinglar dedi. Yig'ilinglar, to'planinglar deb Quraysh kofirlari uni atrofiga kelib yig'ildi. Shunda Rasululloh bo'lgan voqeani ularga ham aytib berdilar. Shunda ular hayratdan va inkor qilib, ba'zilari chapak chaldi, yana ba'zilari qo'lini boshiga qo'yib oldi. Bu ulardagi o'sha belgisi bo'lganda, o'zimizda inkor qilsa nima harakat qiladi? Bir narsadan hayratlansa yoki inkor qilsa nima harakat qiladi? Hayratdan yoqa ushladim deydi majoziy ma'noda. Tizzasiga uradi qo'lini va hokazo. Ularda mana shunaqa harakatlar qilinar edi. Wartadda nasun mimman kana amana bihi min di'afil qulubi. Va Rasulullohga iymon keltirgan, qalbi zaif kishilarning ayrimlari murtad bo'lib ketdi, dindan qaytib ketdi. Wa sa'a rijalun ila Abi Bakrin faqala. Va ba'zi bir kishilar Abu Bakrning huzuriga yugurdi. Shunda Abu Bakr aytdilarki, in kana qala zalika laqad sadaq. Agar aytgan bo'lsa shu gapni rost aytibdi dedilar. Qalu atusaddiquhu ala zalik. Shu gapiga ham uni ishonasanmi? Mana shu gapini ham tasdiqlaysanmi deydi. Qala inni la usaddiquhu ala ab'ada min zalik. Bundan ko'ra og'irroq gaplarini men tasdiqlayman-ku u kishini. Deganlarida fasummiya min zalikal yawmi siddiqan, shu kundan boshlab Siddiq deb nomlandi u kishini. Demak, Abu Bakr radhiyallohu anhu ni Siddiq deb nomlanishi bu Isro Mi'rojdan boshlangan. Siddiq o'zi sodiqni siyg'ay mubolag'asi, ya'ni nihoyatda tasdiqlovchi, tinmay tasdiqlovchi, hammasini tasdiqlovchi degan ma'nolarni anglatadi. Thumma qama al-kuffaru yamtahinuna Rasulullohi fasaluhu na'ta Baytul Maqdis. Keyin kofirlar Rasulullohni sinashni boshlashdi. Baytul Maqdisni ko'rinishini so'rashdi undan. Va fihim rijalun ra'uhu, chunki ularning ichida Baytul Maqdisni ko'rgan kishilar bor edi. Ya'ni eshigi qanaqa, devori qanaqa degan ma'noda. Amma Rasululloh falam yakun ra'ahu qabla zalika.
Rasululloh bo'lsa bundan oldin ko'rmagan edi. Fajallahullohu lahu, Alloh taolo u kishiga ko'rsatdi. Fasara yasifuhu lahum baban baban va mawdi'an va mawdi'an. Shunda Rasululloh ularga eshikma-eshik, o'rinma-o'rin hamma joyini sifatlab aytib berdilar. Faqalu, ular aytishdi: "Amman na'tu faqad asab." Bu aytganlaring to'g'ri deydi. Fa akhbirna an irina. Unda bizi karvonimiz haqida bizga xabar ber. Chunki va kanat lahum irun qadimatun min ash-Sham, Shomdan kelayotgan karvonlari bor edi ularda. Ular tijorat maqsadida yozda Shomga, qishda Yamanga karvon yuborishar edi. Rihlatu shita'i was sayf. Fa akhbarahum bi'adadi jimaliha wa ahwaliha. Shunda Rasululloh bu karvonning tuyalarini soni va holatini ularga aytib berdi. Va qala, va aytdilarki: "Taqdamu yawma kaza ma'a tulu'i ash-shamsi yaqdamuha jamalun awraq." Va falon kuni quyosh chiqqanda keladi bu karvon, yetib keladi. Boshida kulrang tuya keladi deb aytdilar. Fa kharaju yashtadduna zalika al-yawm nahwa thaniya. Ana o'sha kuni yugurib bir tepalik tomon chiqishdi. Faqala qailun minhum, ularning biri aytdiki: "Hazihi wallahi ash-shams qad ashraqat." Mana quyosh chiqdi dedi. Faqala akhar, boshqasi bo'lsa: "Va hazihi wallahi al-ayru qad aqbalat." Mana Allohga qasam karvon ham keldi dedi. Yaqdamuha jamalun awraq kama qala Muhammad. Muhammad aytganidek boshida kulrang tuya kelyapti dedi. Falam yazidhum zalika illa kibran wa inadan. Lekin bu ham ularni kibri va qaysarligini, sarkashligini ziyoda qildi. Hatto qalu, hatto yana aytdiki: "Hada sihrun mubin." Bu ochiq sehr deydi. Qarang, javob topolmay qolganda nima gapni topib olishgan? Sehr. Ana shu laqab qo'yish shundan chiqqan ekan. Bitta laqab qo'yib olasiz, javob topolmaganingizda, o'zi sen sehrgarsan-da, o'zi sen aynigansan-da, o'zi seni aqidang buzuqda. Javob topolmay qolganingizda shu. Va fi sabihati laylatil isra ja'a Jibrilu va allama Rasulullohi kayfiyatas sala va awqataha. Isro kechasini tongida Jabroil alayhissalom kelib Rasulullohga namozni qanday o'qilishi va uni vaqtlarini o'rgatib ketdilar. Fa yusalli rak'atayn idza zahara al-fajr. Tong otganida 2 rakat, ya'ni farzini aytibdi. 2 rakat farzini o'qiydi. Va 4 rak'atin idza zalatish-shams. Quyosh og'ganda, tush payti quyosh og'ganda g'arb tomonga 4 rakat. Va mislaha idza du'ifa dhillush-shay. Va bir narsani soyasi o'zidan bir barobar ko'payganda, o'zidan bir barobar ortiq bo'lganda yana shuncha, yana 4 rakat. Va thalathan idza gharabat. Va quyosh botganda 3 rakat. Va 4 idza ghaba ash-shafaqul ahmar. Va qizil shafaq botganda esa 4 rakat o'qiladi. Va kana alayhisolatu vassalam qabla mashru'iyyati as-salat yusalli rak'atayn sabahan va mithlahuma masa'an kama kana yaf'alu Ibrohim alayhisalom. Rasululloh namoz farz bo'lishidan oldin xuddi Ibrohim alayhisalom qilganidek tongda 2 rakat va kechasi 2 rakat o'qir edilar. Xo'p, shu bilan kifoyalanamiz. Vallohu a'lam. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk.